U kishi Sahih al-Buxoriyni qo'lda ko'chirardilar. Ko'chirib bo'lganlaridan keyin borib qanaqangidir madrasa, qanaqangidir olimlar, qanaqangidir bozorga yetib sotardilar. Sotgan pullaridan ro'zg'or qilardilar, bozor o'char qilardilar, ilm qilardilar. Sahih al-Buxoriyni yozyaptilar, hali oxirigacha bitmagan. Oxirigacha ketmagan. Ayollari keldi, ayollardan so'radilar. Uyda ovqat bormi? Meni qornim och, ovqat yeyman dedilar. Ayollari keldi, hech narsa yo'q dedi uyda. Hech narsa yo'q. Ayollariga aytdilar, suv bormi dedilar, kosada suv bormi? Bor dedi. Domla Hindistonning oldilariga kosada suv olib keldi ayollari. Mana dedi, suv. Boshqa narsa, suvdan boshqa narsa yo'q. Suvni ichib Sahih al-Buxoriyni ko'chiryaptilar endi. Sahih al-Buxoriyni bilamiz, hadis to'plami. Ko'chiryaptilar, yuraklari parishon. Endi buni qachon tezroq tugatishim kerak oxirigacha. Tugatilmasa buni hech kim sotib olmaydi. Endi hali tugatilishligiga ancha vaqt bor. Yarmiga kelib qolgan. Suv ichyaptilar, suvni kosani yarmidan ko'pini ichib bo'ldilar. Uy ham kirib ketgan, eski sichqonlar aylanib yuradi endi. Sichqonning bolachasi kelyapti-da, Sahih al-Buxoriyni ko'chiryaptilar, kosani atrofida aylanadi. Domla Hindistonning atrofidan aylanadi. Kitobni ustidan chiqadi, o'sha ozor bermaydi o'shanga ham hatto. Yozyaptilar. Yozish asnosida sichqoncha, kichik sichqoncha xayollarini ko'tardi. Xato qilishliklariga ozgina qoldi. Shunda kosadagi suvni batamom ichib bo'ldilarda, kichik sichqonchani ustidan shunday yopib qo'ydilar. Ya'ni qamal qildilar uni. Ya'ni hozir maqsad o'ldirish emas. Darslarini qilib bo'lganlaridan keyin kosani ochadilar, yana uyiga ketaveradi. Masala yo'q boshqa. Ozgina vaqt men yana ko'chiryapman dedilar. Sichqoncha kichik sichqon tilida chiyillash ovozi bilan chiyillaydi. Kosa yopilgan kosani oldiga bir kattaroq sichqon keldida, kosa orqali gaplashdi ular nimanidir. Men ko'chiryapman va e'tibor beryapman, qani nima bo'ladi ekan deyaptilar domla Hindistoniy. Bu narsa hayotda bo'lgan. Keyin katta sichqon dedilar, kirib ketdi bir uyimizning bir chetidagi kovakka. Kovakdan tilla donasi chiqardi. Bir yong'oqdan kamroq keladigan no'xatdan kattaroq tilla chiqardi. Tilla uyumchasi. Chiqardida kosani oldiga qo'ydi. Men hayronman. Men shunday qaradim, tilla subhanalloh dedim, yana yozishni davom ettiraverdim. Qani nima bo'ladi ekan deyaptilar. Yana bordi, yana kirdi, yana bordi, yana oltin keltirdi, yana bordi, yana oltin keltirdi. Shu zaylda 16 oltin bo'laklari keltirdi sichqon. Va 17-reysda boshqa qolmadi degan ma'noda hamyonni ko'ltirib chiqdi.